2026-yil 26-iyun sanasiga ko'rib turganlaring anjir shaftolini kechkisi payvand qilingan, sort noto'g'ri chiqqani uchun payvand qilingan va qarash texnologiyasi juda ham buzilib ketish arafasida bo'lganligi uchun agronomlik xizmatdan foydalanishyapti. Do'stlar, hozir bu yerda nima qilamiz? Biz liderli sistemaga o'tish uchun xuddi shunaqa holatga chakalak bo'lib o'sayotgan daraxtlaringiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishlaringni maslahat beraman. Birinchi navbatda yaqinroq ko'rsating. Daraxtni markaz qismida doim so'ruvchilar pastdan keladi va o'rtadagi qismida shoxlarda so'ruv quvvat kam yetib keladi. Shu sababdan biz ayni quvvat kam yetib keladigan nuqtalarni birinchi navbatda mana ko'ryapsiz, shox ingichka bo'lib qolgan, olib tashlaymiz va o'rtasida quyosh nurini kirishini ta'minlab beramiz. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Quyosh nuri kirishni boshladi va bu yerda biz hozir 4 ta liderni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda ikkita plan bilan harakatlanamiz. Birinchi plan 4 ta liderni tanlab olamiz va yonida qo'shimcha shoxlardan birinchi yil hosil olib foydalanib olamiz. Sizlarda ham agar shunaqa holat bo'lsa, aynan shu uslubdan foydalanishlarini maslahat beraman. Reski bittada 4 liderga o'tib ketmanglar. 4 liderga asta-sekinlik bilan o'tish ham mumkin bo'ladi. Faqat boquv tizimida o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi. Mana bu joyda mana yana xuddi shunaqa holat o'rtadan o'sib kelyapti, lekin shoxlarning quvvati juda ham kam. Mana bu tomonni olib ko'rsating. O'rta ochildi. Bizda bu yerda tanlab olishimiz mumkin bo'lgan mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta shox bor, lekin undan tashqari yana 4 ta shox bor. Lekin bularni olib tashlamasdan biz 2027-yil yozda bulardan meva olib, keyin bularni stolga qo'yib yoki olib tashlagan holatda ishimizni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, agronomlik maslahatini bepulga beramiz va qanday kesish kerakligini rasmda ham imkon qadar chizib, uzoqda bo'lsangiz o'rgatishga harakat qilamiz va keyingi daraxtga o'tamiz. Mana bu yerda pastki liderlar to'lig'icha bor, lekin bu joyda o'rtani ochishimiz kerak bo'ladi va o'rta ochdingiz, lekin o'rta ochilgandek bilinmayapti. Endi bu joyda ichki yaqinroqdan olib ko'rsating, tushunarli bo'lishi uchun ichkariga qarab o'sgan shoxlarni terib chiqamiz. Buni qilishimizdan maqsad yana xuddi shu aytib o'tganimizdek, quyosh nurini ichkariga olib kiramiz va ichkaridagi mevali kurtaklarni yaxshi shakllantiramiz. Chunki daraxtning bo'yini past holatda yerdan turib teradigan qilib daraxtga shakl berishga harakat qilamiz. Mehnatlarga bitta like bosamiz va bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ysangiz, agar siz agrotingizda bitta, ikkita daraxtingiz bo'ladigan bo'lsa ham rasmga olib tashlasangiz, biz sizga tekinga yordam beramiz va biz bundan xursand bo'lamiz. Kuzgi mavsum uchun mevali ko'chatlar yetishtiryapmiz. Agar kimga uni kaltaga kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Bizda sortavoy eng oxirgi zamonaviy sortlardan bor. Bemalol aloqaga chiqib zakazsalaring, pindigini yetkazib olib beramiz, ulasiz va inshaalloh Xudo xolasa o'sha pindiglarni biz o'zimiz egalariga sotib olib qaytarib berishimiz mumkin bo'ladi.